Edelbey qo'y zoti haqida bilasizmi? Edelbey qo'y zoti 19-asrda Qozog'istonning g'arbiy hududlarida yaratilgan mashhur go'sht yog' yo'nalishidagi dumli qo'y zotidir. Bu zot chorvadorlar orasida chidamliligi, tez o'sishi va go'shtining sifati bilan juda qadrlanadi. Edelbey qo'yni qanday tanish mumkin? Dumba. Orqa qismida katta yog' to'plami bo'ladi. Bu zotning asosiy belgisi. Dumbasi Hisor qo'yiga qaraganda biroz kichikroq. Tana tuzilishi. Edelbey qo'ylari baland bo'yli, baquvvat va ko'kragi keng bo'ladi. Rangi ko'pincha qora, jigarrang yoki qo'ng'ir ranglarda uchraydi. Ko'p hollarda qora va jigarrang qo'ylar yirikroq bo'ladi. Juni dag'al va notekis bo'ladi. Shoxsiz. Ko'pchilik qo'chqor va qo'ylar shoxsiz bo'ladi. Mahsuldorligi. Vazni. Qo'chqorlar 110 dan 145 kilogramgacha. Qo'ylar 70 dan 100 kilogramgacha. Sutdorligi. Bir laktatsiya davrida 150 litr atrofida sut beradi. Ko'payish darajasi. 100 ta qo'ydan odatda 110 dan 120 ta qo'zi olinadi.